Panicheskaya ataka vahima xurujida birinchi bo'lib nima qilish kerak? Keling siz bilan Tor 6-8 texnikasini sinab ko'ramiz. Vahima xuruji boshlangan paytda xavotirli fikrlaringizni boshqara olmasligingiz mumkin, lekin nafasingizni boshqara olasiz va aynan shu narsa butun tanani boshqaradi. Video oxirida sizga texnikani ko'rsatib beraman. Men 9 yillik tajribali preventiv vrach, psixiatr, psixoterapevt Gulhayo Komiliy 1 oylik onlayn panika yo'q terapiyamda vahima xurujidan xalos bo'lish uchun barcha kerakli terapiya darsliklari va 1 oylik nazorat va qo'llab-quvvatlovni beraman. Kursga yozilish uchun kurs so'zini yozib qoldiring. Burun orqali 4 soniya nafas oling. 6 soniya nafasni ushlab turing. 8 soniya og'iz orqali nafas chiqaring. Xuddi somonchadan puflayotgandek sekinlik bilan. Bu nafas mashqidan keyin yurak urishi sekinlashib, butun tana mushaklari bo'shashib boradi. Har bir chiqarilgan nafas tanaga men xavfsizman degan signalni yuboradi. Chiqarilayotgan nafas qanchalik uzun bo'lsa, xotirjamlik, halovat hissi shunchalik yaqin.